E'tibor bering, kredit to'lovlarini to'lashga qiynalayotgan qarzdorlarga kredit foiz stavkalari bo'yicha yoki kechikkan to'lovlar uchun sizdan undiriladigan peniyalar bo'yicha yengilliklar yaratib beriladi. Markaziy bank tomonidan o'zgartirish kiritilgan nizomga ko'ra, endilikda kredit to'lovlarini to'lashga qiynalayotgan qarzdorlarga yengilliklar yaratib beriladi. Videoga ozgina e'tibor bersangiz, bu nizom haqida ma'lumot beraman. O'zgartirish kiritilgan nizomga ko'ra, endilikda banklar moliyaviy qiyinchilikka uchragan yoki hayotida muammoli vaziyatga tushib qolgan hamda force major holatlari tufayli kredit to'lovlarini to'lashga qiynalayotgan mijozlarning amaldagi kreditlari bo'yicha kredit shartnomasiga qo'shimchalar hamda o'zgartirishlar kiritish imkoniyati borasidagi arizalarni ko'rib chiqish yo'lga qo'yiladi. Oddiy qilib aytganda, agar sizdagi qiyin vaziyatlar bank tartiblariga to'g'ri kelsa, sizning kredit majburiyatlaringiz bank tomonidan sizga yengillashtirib beriladi. Yana biz uchun bir muhim tomoni, banklar o'z tartiblarida homiladorlik hamda tug'ish ta'tilini olgan ayollarning amaldagi kreditlar bo'yicha to'lovlar muddatini 10 oygacha uzaytirish to'g'risidagi arizalarni ko'rib chiqish bo'yicha qoidalar majburiy aks ettirilishi lozim. Qisqasi, homilador ayollarning kredit muddatini 10 oygacha uzaytirish to'g'risidagi arizalari aniq ko'rib chiqadi. Agar siz ushbu yangilangan nizom haqida yana ham to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz hamda qanday tartiblar belgilanganligi haqida to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, nizomni to'liq shaklini Telegram kanalimga joylab qo'ydim. Telegram kanalimda esa profilim shapkasida turgan havola orqali topishingiz mumkin. Ushbu foydali ma'lumotdan ko'proq insonlar xabar topish uchun like bilan qo'llab keting hamda eng so'nggi bank faoliyatlariga doir yangiliklar uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.